Bir kuni bir odam sartaroshga boribdi. Sochini oldirayotgan paytda ular Xudo haqida gaplashishni boshlashibdi. Sartarosh shunday debdi: "Bilasanmi og'ayni, men sening e'tiqodingni hurmat qilaman, lekin men Xudo borligiga ishonmayman. Chunki agar u mavjud bo'lganda, shuncha bechora yetim bolalar bo'larmidi? Aybsiz insonlar bekorga o'lib ketarmidi? Bu dunyoda shuncha azob va qiyinchiliklar bo'larmidi? Agar u mavjud bo'lganda ham men Xudoni sevmasdim. Chunki u shuncha yomon narsalarni ko'rib bunga ruxsat beryapti." Haligi odam o'ylanib qolibdi, lekin hech nima demabdi. Chunki tortishuv boshlashni xohlamabdi. U shunchaki sartaroshxonadan chiqibdi va ko'chada soch soqoli o'sib yotgan bir erkakni ko'rib qolibdi. U xuddi umrida sartaroshxonaga bormagandek tuyuldi. Keyin haligi odam sartaroshga qaytib bordi va unga dedi: "Og'ayni, bilasanmi nima? Sartaroshlar mavjud emas." "Bu nima deganing axir? Albatta sartaroshlar bor va mana sen u bilan gaplashyapsan hozir." "Yo'q, ular mavjud emas. Chunki ular bor bo'lganda bu dunyoda betartib va uzun soch soqolli insonlar umuman bo'lmasdi. Haligi ko'chadagi odamdek." "Yo'q og'ayni, sartaroshlar mavjud. Bu kabi insonlar shunchaki meni oldimga kelishmaydi." Xuddi shunday Xudo ham mavjud. Bu shunchaki ayrim odamlar unga borishni rad etishadi. Mana nima uchun shuncha azob va qiyinchiliklar. Agar videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada 100 raqam belgisini qoldirib keting. Yanada ko'proq sifatli va mazmunli kontent uchun obuna bo'ling.